Inson vazn yig'ishni boshlayotganida birinchi bo'lib tanasining qaysi sohasida vazn yig'gan bo'lsa, ya'ni birinchi bo'lib tanasining qaysi sohasida vazn yig'ilgan bo'lsa, oxirgi bo'lib shu joydan vazn ketadi. Misol uchun vazn yig'ishni boshlaganingizda birinchi bo'lib deylik qorningizdan vazn chiqadi, ikkinchi bo'lib oyoqlaringiz tushadi. Uchinchi bo'lib butun tanangizda, tashqi ko'rinishingizda vazn ortib borayotgani sezilib boradi. To'rtinchidan holsizlik, charchoq holatlari sizda kuzatilishni boshlaydi. Beshinchi bo'lib oyoq qo'llaringiz uvishadi. Oltinchi bo'lib sizda ishga bo'lgan layoqatlik tushib boradi. Yettinchidan sizning bo'g'imlaringizda, tizza qismingizda og'riq bo'la boshlaydi. Sakkizinchidan oyoqlaringiz shishib, umurtqalaringizda nagruska his qila boshlaysiz. To'qqizinchidan sizda doimiy stress, uyqusizlik holatlari yuzaga kela boshlaydi. O'ninchidan ozgina yurib o'tirib olasiz va terlash holatlari sizda kuzatila boshlaydi. Hozirgi misollarimda 1 dan 10 gacha sanab berdim, to'g'rimi? Baymavrid mahsulotini iste'mol qilayotganingizda aynan birinchi holatingizdan natija bermaydi. 10-holatingizga natija berishni boshlaydi. Ya'ni birinchi navbatda sizda oxirgi holatingiz insult, infarkt holatlari kuzatilishi mumkin bo'lgan holatga yetib borgansiz. Ya'ni qonlaringiz quyuqlashib ketgan, to'g'rimi? Shuning hisobiga sizda oyoq qo'l uvishlari, insult, infarkt xavflari yuzaga kelgan. Birinchi navbatda mahsulot 10-holatingizga ta'sir ko'rsatadi. Keyin 9-holatingizga. Ya'ni bundan chiqdiki, Baymavrid mahsuloti birinchi navbatda ortiqcha vazningizni emas, balki uni asoratlarini yo'qotadi.